Hozir sariyog' qatdi edi. Sariyog'. Mana bitta ham bor sariyog'. Bu uyda jo'xori qiladigan bo'ldi. O'zimizni uyda jo'xori. Jo'xorini yarim soat qaynatamiz. Yarim soat qaynatib va suvini to'kamiz. Bizga sariyog' kerak. Jo'xoridan suvni olib tashlaymiz. Keyin albatta tuz olamiz. Yo'q, mana bunaqa bor-ku. Strech, ha. Sariyog' solamiz. Sochni bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Sariyog'ni ayamaymiz. Keyin nima deyiladi bu? Strech bilan uramiz. Jo'xorini pishgan-pishmaganligini ko'ramiz, mazasini baholaymiz, qanaqa chiqqanini. Своими руками. Mana, yarim soat o'tdi. Так вот. Теперь попробуем. Zo'r. Tuzi kamroq, Pariza tuz ber. Xullas bozorda qidiramiz-yu, sochniy, такой молочный sifatroq. Xuddi shunaqa chiqdi.